Hozir boradigan joyim yo'q ekan. 1-2 kun masjidda qolib tursam bo'ladimi? Qancha berasan? Qancha deysizmi? To'g'risi hozir qiyin vaziyatdaman, lekin o'rniga qo'yib qo'yaman. Qancha kerak bo'lsa. Bir pora yetadi. Pora degani shu yergacha kelganmi? Masjidda qolgin kelsa, ana u o'tni ko'ryapsanmi? O'shani tozala. Masjidning ichini yig'ishtir. Menga yordamchi bo'l. Bo'ldi, hal qilamiz. Hay, nima bu? Nima musiqa? Nima bo'ldi? Xudoning uyida ushalmaysanmi? Sotilmaydi. Bu masjid dedim-ku senga. Hech kim kelmaydi bu yerga. Keyin sizni joyingizda ham aslab qo'yamiz. Xohlasangiz borku, men sizga chekkadan bir xona qilib beray. O'sha yerga borib namozingizni o'qiysiz, Qur'oningizni o'qiysiz o'sha yerda. O'sha yer sizga masjid bo'lib qolaveradi. Endi biz ham baribir Xudodan qo'rqamiz-da. Bu yer sizni uyingiz emas-ku. Shuda, meni uyim emas. Bu Xudoning uyi, men sota olmayman. Tushunmayaptimi? Bu kim? Yordamchi? Ha? Nima qiladi sizda bu? Qabr g'aziyman. Tobut yasayman. Kerakmi?